Assalomu alaykum akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzg'umisizlar, xonadoninglar tinchmi? Xo'sh, bugun bir video qilay deb ertalabdan video chiqaryapman. Bir Rossiyadan turib Sattor akamizni jo'ja tovuqlarga, xo'rozlarga baraka qiluvdilar. Oyliklari tushmay qolibdi. Boya menga aloqaga chiqib ukam sotib yuboring, mabodo degdilar. Men bir kulmak yonlana qiluvdilar-da, baraka qilib, keyin men bittan katta tovuqdan baraka qiluvdilar. Bular endi yaponlar bular. Men bilan hammasi yapon. Men bir kichkina partiya, men bir katta partiya. Menikilar apshiryapti. Sekin-sekin anaqa qilish kerak. Ja unaqa mazasi anaqa emas-ku. Qochmagani uni apshiryapti-da. Bu degani shamollash kelyapti degani, bilib qo'yinglar. Mana apshiryapti. Bu degani shamollash kelyapti degani. Mana shu tovuqimda pix chiqyapti oyog'ida, bor-ku. Oyog'ida pix chiqyapti xo'rozga o'xshab. Xo'sh, ko'p xo'rozlar sotilib ketdi, lekin kechqurun ham bir akamiz, Samarqandlik akamizga xo'roz sotib yubordi. Toshkentda ekanlar, o'zlari kelib uydan olib ketdilar. O'shanga akalar, ukalar, maslahatim, keyin kommentariyani o'qib qoldim-da. Kommentariyani o'qib qoldim, oq xo'rozga nima deysiz deb. Men hech narsa demayman. Xo'rozni rangini farqi yo'q. U qora bo'ladimi, oq bo'ladimi? Menga eng yoqmaydigan xo'roz rangidan bittasi ko'k xo'roz yoqmaydi. Ko'k xo'rozlar yoqmaydi, bilmayman nimaga yoqmaydi. Keyin xo'rozni o'zi bundoq qaraganda rangini farqi yo'q. Ko'kmi, oqmi, qorami, qizilmi, bedana parmi misol uchun, tovuq parmi, liniyasi zo'r bo'lsa, urushaveradi luboya. Hammasi urushadi. Keyin uni armaturani ko'rsating, mana armatura. O'sha ancha tullovlari kelib qoldi, yaltirab chiqyapti patlari. Armatura yangi par chiqaryapti, xudo xolasa. Keyin ko'plar, men bir narsani iltimos qilib qolaman. Kommentariyada aka sotasizmi, nech pul degan savollarni bermasliginglarni so'rayman, chunki men kommentariyaga kirib javob bera olmayman. Men atilabdan telefon nomerimni, raqamimni qoldiryapman, shu menga aloqaga chiqib, qanaqa savolinglar bo'lsa, xo'roz, tovuqlar masalasi bo'yicha qanaqa savollar bo'lsa, telefon qilinglar. Telefonim yoqib bo'ladi har doim. O'shanga shunaqa gaplar kelib, bu ham sotiladi misol uchun. Meni uyimda sotilmaydigan xo'roz yo tovuq yo'q. Kerak bo'lsa sotamiz. Keyin bir ukamiz yozibdilar, noinsof, insofingni yeb olibsanmi, nimadir deydi. Tushunmadim, men unaqa bilmayman. Bozordan olib kelib qimmatdan sotyapsan deydi. Men kimdir bozorda ko'rdim, bilmayman. Endi hech kim meni bozorda ko'rmaydi, chunki men bozorga chiqmayman umuman. Qush oladigan bo'lsam, tanishlarimni olaman. Xo'roz o'zimga misol uchun olmoqchi bo'lsam, eng yaqin mana shu katta xo'rozvoz akalar, ukalarim bor meni. Zot almashishga olishim mumkin, lekin shu yoshligimda chiqqanman bozorga. Bir marta chiqqanman. Unda meni Parkentga boruvdim ammamnikiga. O'sha paytda chiqib xo'roz oluvdim. Qochib ketib qolib, uyaltiruvdi. O'sha keyin bozorga chiqib narsa olmaydigan bo'ldim. Shunaqa gaplar akalar. Keyin Koreya turibdimi? Koreya. Mana Koreya turibdi. Ani kuni setkalashib ketibdi-da, bu basharasi yara chaqaroq bo'lib turibdi. Bu ham tullovda. Bu ham sotiladi kerak bo'lsa. Ani kuni setkalashib ketibdi, tumshug'i dars ketib qoldi, tepa tumshug'i. Endi buni urishtira olmaymiz. O'zim ham urishtirish niyatim yo'q edi. Buni hovliga qo'yib yubordim. Setkalashib ketibdi-da. Setka emas, men bu taxtadan bir-birini rosa cho'qib urgan. O'shanda tumshug'i dars ketib qolibdi-da, jonivor. O'shanga shunaqa gaplar kelib, masalaga keyin hozir bir ikkita dori ko'rsating. Ko'plar tushunmayapti doriga boru. Ko'plar doriga tushunmayapti. Hozirni Azitranit degan dori, Daxin, Maklaran degan dorilar bor. Shularni ko'rsatib o'tdik, qanaqa qilib
sepishadi, qanaqa qilish kerak. Mana bu Daksin. Mana Daksin. Og'zidan ozgina sepib qo'yasizlar. McLaren mana. McLaren. Azitronit ukol. Mana. Azitronit ukol bu. Yarim gram ana baldog'i zirigiga urib qo'yasizlar. Xullas shunaqa gaplar ukalar. Keyin qadoq to'g'risida ko'p so'rashyapti. Qadog'i menga ko'p tuzatmaganman, lekin qadoqni tuzatish o'zi qadoq nimadan kelib chiqadi? Qattiq yerda yoki anaqadan tepadan pastga sakraganda ko'p qadoq bo'ladi. O'sha paytda qadoq kelib chiqadi-da. O'zi uni yumshatish kerak. Qadoqni yumshatib sekin olib tashlasa bo'ladi. Xullas shunaqa. Mana shu ko'rib turgan tovuq hammasi sotiladi Nobog'dagi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu tovuqlar juda ko'p, mana tovuqlar juda ko'p. Hammasi sotiladi. Telefon qilinglar, qo'ng'iroqlashinglar, bemalol aloqaga chiqinglar. Gaplashamiz akalar, ukalar. Bitta kichkinagina rolik tayyorlab qo'yay dedim-da. Lekin men baribirga xursandman. Mana juda ko'pchilik odam ko'rar ekan. Juda ko'pchilik kuzatib borishar ekan. Muxlislarimiz ko'p ekan. Men misol uchun kimdir sir qilib saqlayotgan narsani menda sir yo'q. Boqish to'g'risida, qanaqa suv berishda hech sir yo'q menda. Qandoq bo'lsa shundoqligicha aytaman, oqqa oq, qorani qora deyman. O'shanga akalar, keyin toblash so'rabdi kimdir. Men toblashni bilmayman. Tobga olmayman xo'rozni. Tobgarlar bor o'zi. Misol uchun yaxshi xo'roz bo'lsa berib qo'yamiz, toblab o'ynaydi. Endi kimdir o'ylashi mumkin-da, nimaga bu hammasini sotyapti uydagi narsani? Endi bu butun umr boqmayman. Bitta narsani sotib o'rniga boshqa olib kelaman. Misol uchun sheriklarimizda, dalalarimizda hali xo'roz tovuqlar juda ko'p-da bizani. Bitta tovuqni 10 yil, 15 yil boqmaysiz, misol uchun. Muxlisi chiqsa, kimgadir yoqsa, kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, so'raydi-da, mashina menga bering, aka, menga soting deydi. Mayli deyman, sotaman. Bizda bir siqimpat qizg'anilmaydi. Puli to'g'ri kelsa sotilaveradi. Sotilmaydigan narsaning o'zi yo'q bu dunyoda. Sog'liqdan, ota-onadan, lafzdan boshqa. Do'stdan boshqa. Xullas shunaqa gap so'z akalar, ukalar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, yaxshi narsa boqishga harakat qilinglar. Har doimgidek gapim. Ya'ni kuni men Kulmakonni kimdir so'rovdi, sotildimi deb. Men aka bilan baraka qilib qo'ydim dedim. Baraka buzildi xullas. Kerak bo'lsa sotiladi. Bu yapon shami bu. Bir turli bo'vatda endi xudo xolisa. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha.